Yem yeb charchadim. Bugun o'zim bozorga boraman. Mana shu yerda hamma narsa bor. Endi bir kayf qilaman. Bu beda qurib qolgan. Men yashil, toza beda xohlayman. Eskirgan narsa bermang. Mana bu kerak. Fermer hech qachon bermaydi. Mineral tuz, kalsiy, fosfor, bular bo'lmasa suyagim zaiflikcha qoladi. A vitamini, B12, D vitamini, bularni fermer bilmaydi. Men o'zim olaman. Sog'lom qo'y bo'lish oson emas. Mana, soya kunjara, arpa, makka jo'xori hammasi aralashgan. Bu yem bilan 45 kunda 10 kilo semiraman. Fermer eshityapsanmi? Qayerda daydib yuribsan? Kallang bilan urushib qoldingmi? Moldek uxlab yotgan paytingiz o'zim uchun shopping dey qildim. Chala fermer, qo'yinga beda, mineral tuz, vitamin va sifatli yem ber. Aks holda qo'y seni qarg'ab yuboradi. Obuna bo'l.